Voy. Men hali ham tushundamanmi deyman. Mana bu yer nimagadir uxlatamiz kanashni. Tushda nimalar ham bo'lmaydi. Xo'p, mayli, hazilni yig'ishtiramiz. Men to'g'risi qayerdaman? Eslashim kerak. Men nima gunoh ish qildim? Kechagi ishim gunoh bo'lmagan u. Kecha men faqatgina uyimda video montaj qilib o'tirdim. Mana shu yerda 2 minut qilamiz. Xo'p, mayli, qilib bo'ldik. Kamerani 3 oy. Men borib o'zimni tekshirtirib kelay. 2 minut. Voy inangni, uyalmaysizlar, ammo odamlar tushib ketishi mumkin. Menga o'xshab, voy inajon. Xo'p, baqir-chaqirni to'xtatamizda, kamera hamisha men bilan yurishini inobatga olganda. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Fezos Game YouTube kanali do'stlar, sizlar bilan yana o'sha jonilardan jag' to'ydirib yuborgan Fezos Game do'stlar. Xo'p, men o'zi bugun video olish niyatim o'pishim yo'q edi. Bilmayman nimaga. Yo'q edi, lekin yo'q edi. Xullas do'stlar, men hozir mana bunaqa jinni ketdi. Yo'q, qanaqa jinni ketdi? Boy, badavlat, olmosli joyga tushib qoldim, kirkam yo'qdim, sindirib ketardim. Xo'p do'stlar, nima ham derdik? Men qachon bunday gunoh ish qilganimni va kim tushirib qo'yganini topishim kerak. Ha do'stlar, eslatma. Mana bu xullas nima survival 1, survival 2 qism videolari nihoyat o'z nihoyasiga yetdi. Men olmos topamadim, chaxoy. Xo'p, mayli do'stlar, bu yerga tushib qolganimning sababi ne? 3 kun oldingi qilgan ishimmikin? Mana buni ko'rib tomosha qil, sen ahmoq. Men bilan o'ynashda oqibat shu bo'ladi, tushundingmi? Voynon, men hali bu ishing uchun qasos olaman, jinnilar. Iltimos meni qutqaring. Seni hattoki katta momang ham qutqara olmaydi. Men tezroq endi qishlog'imga borishim kerak. Xo'p do'stlar, mana men 3 kun oldin qanday ish qilganimni ko'rdingiz. Men Jitelni azoblagan edim. Nega? Chunki u menga qarzini bermagan edi. Xo'p do'stlar, gapni ko'p cho'zib o'tirmayman. Men qarang, men o'zi ham roman tuzib yubordim. Sizlarga ko'p gapirmasdan, ko'p gapirib o'rdim. Vashsha qizig'i yo'q. Mana shu yerdan nima qilish kerakligini o'ylab ko'raman. Xo'p do'stlar, bu yer o'zi albatta flat bazadagi qandaydir joy. Mana bu esa bu labirint ekan. Meni xonamda ikkita jillimisizlar? Yaxshimisiz? Xo'p do'stlar, meni bir video, qaysi videomda obzormidi ekan, xullas shu videolardan bittasiga haqiqiy Minecraft orting debdi. Menda bor, faqatgina unda qanday video olishni bilmayman. Nimadir chuqur bor ekan, agar o'shani yopsam, men paydo bo'lishni boshlayman. Xo'p, tushunarlimi? Do'stlar, menda o'shanaqa katta Minecraft bor. Katta emas, kuchli 1.22.26 tortmaganman. Xo'p do'stlar, gapni ko'p cho'zib yubordim. Nimaga sakrayapman? Nimaga sakramasligim kerak? Vashcha qiziq. Labirint bo'lsa labirintda shu yerdan o'tishga harakat qilamiz endi. Nima ham derdik? Bu ish qilib Kentaur labirint emasmi? Voy inangni. Ko'p prosota. Men dunyoni qo'lga olaman. Amal g'irromlik bo'ladi. Mana bu yoqqa yuraveramiz. Ana bu joy teshik ekan, menga teshiklar yoqmaydi. Voycha. Yoni. Kim qurgan bo'lsa ham qattiq qurgan ekanda. Xo'p, mana bu yerda joy bor. Joy nimaganligini bilmayman.
ustimizdan situatsiya qilishyaptimi bizni? Men ketdim, yashamayman, yashagim kelmayapti bu. Kim bilib o'tiribdi shu yerdan, voy. Shu yerdan o'tib qoraman. Mayli, g'irromchilik bo'ladi. Xo'p, men ichki instinktlarimga ishongan holda bu yoqqa yurishim kerakligini ichki instinktlarim aytmoqda va ichki instinktlarim yo'qligini o'zim tushunib yetdim. Shuning uchun bu yoqqa yuramiz. O'tamiz, boramiz, yuramiz, qilamiz, boramiz, yuramiz, yuguramiz. Yo'l yo'q, boramiz, o'tamiz, qaraymiz, yo'q ekan, boramiz, tupik, boramiz, qaytamiz, olamiz, qo'yamiz, sindiramiz, buzamiz, qarashdan bir tiyinli foyda yo'q ekan. Orqaga qaytyapmiz, nimagaligini bilmaymiz. Keyin 2 minut qilamiz, bu yoqqa, hop, bu yoqqa. Bu yoqda nima bor? Mayli, qo'y. Qilganim qoldi xolos. Bu yoqqa va bu yoq. Yo'q, bra, boya shu tukurmadingmi yo ko'ruvdingmi? Menga mukofotga basseyn berishdi-da. Endi meni qaysi ko'rsoqda qaytaradi uyimga? Hop, bu yerda sandiq. Bu yerda suv. Va bu yerda hech narsa yo'q. Hoppa, voy. Men tug'ma parkuristligimga shubha qilishdi bular. Mayli, bir blokdan sakrab. Voy! Ya endi yuragim siqyapti bu. Voy, ammangni uyiga bor. Tasavvur qiling, o'sha yerdan tushib ketdim, o'sha yerdan. Mana nimaga menga bitta paqir berishmagan, chunki bu yerdan mana bunday qilib. Kim qarab o'tiribdi? Kimdir menga daryo toshqin suvlar oqar o'tolmayman. Zombi opasni. Hop, menimcha bu meni raqibim. Qo'l o'ldirishim kerakmi? Qaysi kallang qurg'ur bunga sovut kiydirib qo'ydi, miyasiga ot tepsin, bunday. Yaxshi qilich berib qo'yishmabdi. Urushni bilmaysan, Fezo. Bora, yashadi o'ynab ke, Fezo. Qoidalar buzish uchun yaratilgan, shuni odamlar biladi. Ana, endi meni mukofotim buni aslag'alari. Xo'p do'stlar, mana men ana shu labirintdan o'tdim, lekin endi qanday uyga qaytaman? Agar men uyga qayta olmasam, keyingi videolar chiqmaydi desam hazillashgan bo'laman. Xo'p do'stlar, iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men mana shu oyning oxirigacha, maygacha tezroq 800 ta bo'lmoqchiman. Buning uchun sizni yordamingiz kerak bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling va videoga like bosib qo'yishni ham esingizdan chiqarmang. Hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.